8-yanvar 2026-yil Tashmore'ga sudak balig'ini ovlashga keldim. 23,5 metr chuqurligiga joylashdim. Exolotda ko'rib, Dipper exolotim bor. Pro Plus, bu eski modeli. 5 yil bo'lgan olganimga. 22 tosh. Hozir birinchi zabruz. Soat 9 bo'ldi. Xo'sh, mana rezinkaga tushdi sudak. Toshimiz 22. Endi buni sekin qo'yib yuboramiz. Kichkinaligini qo'yib yuboramiz. Bagret qilib tushdi. Bu ham kichkina. Buni ham qo'yib yuboramiz endi. Xo'sh, bu ham kichkinalik qiladi. Tak normalniy qo'yib yuboramiz buni. Mana 4-aklovka sudak. Buni ham qo'yib yuborardim. Faqat qo'yib yuborish ilojisi yo'q. Men pufiga chiqib qolgan. Qo'yib yuborganim bilan baribir o'lib qoladi. Oshqozoni chiqib ketdi. 5-inchisi kattaroq kurankaga tushdi. 7-paklovka bunga tushdi. 8-inchisi mana bunaqa holatda ushlab chiqardi. Normalniy. 9-inchisi kattalashib qoldi. 9-paklovkamiz mana. 8-yanvar kunidagi ovim o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi natijam mana 5tasini olib ketyapman. Kattalarini 4ta kichkinasini qo'yib yubordim. Ham kattalarini olib oldim. Yomon bo'lmadi paklovkalar. Salomat bo'linglar.